Yangan avtomashinasi do'stlar, bu yangisi ekan, 2026-yil ekan. Agar orzu qilib qo'ysangiz, havas qilib qo'ysangiz, bir kun erishasiz. Lekin videoga gap bo'lishi mumkin emas. Vid prosta olov. Toshkentga yetib borishi nech pul bo'lgan bo'lar edi. Faqat buni eksport qilish imkoni yo'q. Xabaringlar bor, eksport yangi mashinaga yopiq. Demak, 2026-yilda ishlab chiqarilgan Chang'an 07 avtomashinasi. Mana shunaqa ko'rinadi. Vid alov 24 ming dollarga yetib borgan bo'lar edi Toshkentga. No, hozircha buni eksport. Ya'ni Toshkentga chiqarish imkoniyati yo'q. Bagaji boshqacha ekan. Turish lekin alov. Bu ham chiroyli ishlangan Chang'an 07. Opani. Oldida ledlari bor. $24,000 Toshkentga yetgan bo'lardi. No, keyinroq xudo xolisa xabarlashamiz 6 oylardan keyin. Shunaqa mashina ekan. Tak. Ichlari ham keng. Kolonkalari, ruchkalari. Davotchilik eshigi ham bor ekan. Elektropривод, сиденье. Panoramniy tom. Lyuk yo'q. Juda ham ajoyib avtomobil. CW display.